Samkoch hududida juda ham chiroyli bo'lgan yangi 5 xonali duplex kvartiramiz sotuvga chiqdi. Kvartiramiz 5 va 6-qavatda joylashgan. Bu mehmonxona qismimiz, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli stol, stullar, mebellar, yumshoq mebellar, soat hammasi did bilan jihozlangan. Juda ham katta, keng, bemalol 20 ta 30 ta odam sig'adi. Bu kirib kelish qismimiz. Koridorlar ham keng. Bu yerda esa oshxona joylashgan. Oshxonada ham hamma sharoitlar bor, juda ham katta, yorug'. Texnikalar hamma jihozda qo'yilgan, hattoki mana robot plisoslargacha tashlab ketishadi egalari. Bu 5-qavatimiz. Bu yerda jihozlar, buyumlar saqlash uchun kladovka qismi ham bor. Endi ketdik, tepaga chiqamiz. Endi esa dupleksimizning 2-qavatiga chiqamiz. Mana bu yerda egalarning aytishlari bo'yicha 1 tonnalik suv uchun yonkisi ham bor. Suvdan, gazdan, svetdan bu yerda muammo bo'lmaydi. Bu yerda kattalar yotoqxonasi. Juda ham yorug', ranglardan foydalanilgan. 2-qavatimiz mansard bo'lishiga qaramasdan, mansardligi deyarli bilinmaydi, chunki juda ham keng, shinam, yashash uchun muammo tug'dirmaydi. Bu yerda yana bitta qo'shimcha xonamiz, bolalar yotoqxonasi sifatida yoki garderob o'zingiz uchun ehtiyojingizga moslab foydalanishingiz mumkin. Endi esa bu yerda hol qismimiz. 2-qavat uchun mehmonxona sifatida TV zonalar bor. Bu yerda isitish tizimi batareya orqali. Bu yerda esa umumiy sanuzilimiz. Juda ham chiroyli, hamma jihozlar bilan jihozlangan, dushovoy kabina, hamma sharoitlar bor kvartiramizda. Bu yerda ham juda ham keng, katta bo'lgan bolalar yotoqxonasi, ko'rishingiz mumkin. 2 ta bolaga mo'ljallab jihozlab qo'yilgan. Bu yerda ham TV zona, yashash uchun hamma sharoitlar mavjud. Bu yer mana dars qilish xonasi bolalar uchun. 2 bolaga mo'ljallab jihozlangan, stol-stul, hamma sharoitlar bor. Aytish esimdan chiqib qoldi, egalarning aytishlari bo'yicha mana bu mansard bo'lishiga qaramasdan patologlar ochib, yana qo'shimcha utiklet qilingan. Qishda ham, yozda ham hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Umumiy maydoni 240 kvadrat metr bo'lgan ushbu kvartiramiz Samkochda joylashgan.